Assalomu alaykum ustozlar. Spesifikatsiyasi namunasida mavzulashtirilgan mini testlarimizda navbatdagisini video yechimi, ya'ni trigonometrik tengsizliklar. Hop, boshladik. Birinchi tengsizda aytyaptiki, 6y minus 4pi darajasida ln cosinus 4 darajada x minus sinus 4 darajada x kichik yoki teng bir tengsizlikni yeching debdi. Hop, biz bilamizki ustozlar, mana bu y 2,171 ga teng. Ya'ni y sonimiz 2,171 ga teng, pi sonimiz bo'lsa 3,14 ga teng. Endi bizda 6y bo'ladigan bo'lsa, 6y, hop, bu nima bo'ladi? 6 kere 2,71, ya'ni hop 6 42 va 16 ekanligi kelib chiqadi. Hop, navbatdagisi demak 4pi ni ko'radigan bo'lsak, 4pimiz bu 3,14. Uni demak ko'paytiradigan bo'lsak, 12,6 degan javob kelib chiqar ekan. Demak 4pimiz bizda 12,56 ekan. Endi 6y dan 4pi ni ayiradigan bo'lsak, nima kelib chiqadi? 3,7 degan javob kelib chiqadi. Taqribiy qiymati. Demak 3,7 bo'ladigan bo'lsa, taqribiy qiymat 3,7 ln. Mana bu lndagi cosinus 4 minus sinus 4 darajani yoyadigan bo'lsam, cosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x, hop, kerak cosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x bo'lib qoldi. Hop, kichik yoki teng 1 o'rniga 3,7 ni 0 darajasidan qo'yaman. Qisqarib ketdi. Demak, cosinus kvadrat minus sinus kvadrat cosinus 2 alfani beradi. Cosinus kvadrat plus sinus kvadrat bo'lsa 1 ni beradi. Va ln cosinus 2x kichik yoki teng 0 degan qiymat kelib chiqdi. Va bundan cosinus 2x kichik yoki teng 1, kichik yoki teng 1. Lekin aniqlanish soha bor ustozlar. Cosinus x katta 0 degan sharti bor. Katta 0 degan sharti bor. Demak, endi hop, birlashtiradigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana bu shart har doim qanoatlantiradi. Mana cosinus kvadrat cosinus 2x har doim nima? Bu 1 dan kichik yoki teng bo'ladi. Chunki cosinusning qiymatlar sohasi bu minus 1 dan 1 gacha, u har doim 1 dan kichik yoki teng bo'ladi. Va ikkinchi shartni ko'radigan bo'lsak, cosinus ximiz nima ekan? 2ximiz bo'ladi. Katta yoki teng 0 ekan. Demak, cosinus 0 dan katta bo'ladigan qiymati qayerda bo'ladi? Mana shu joyda bo'ladi. 0 dan katta qiymat. Ya'ni minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha bo'ladi. Minus pi taqsim 2 qo'shilgan 2 pikadan katta 2x kichik nima bo'ladi? Pi taqsim 2 qo'shilgan 2 pikadan 2 bo'lib oladigan bo'lsak, pi taqsim 4 qo'shilgan pikadan katta x kichik pi taqsim 4 qo'shilgan pikagacha degan javob kelib chiqadi. Va bu javob bizda A javobda bo'ladi. Demak, javobimiz A javob bo'ldi. Ikkinchi misolimiz aytayaptiki, demak cosinus x plus cosinus kvadrat x plus cosinus 3x taqsim cosinus x plus 2 cosinus kvadrat x minus 1 katta bir tengsizlikni yeching debdi. Deb bundan kelib chiqadiki, nima bo'ladi? Mana bu birni bu tarafga olib o'tamanda ochib yuboraman. Nima bu? Mahraj berib yuboraman. Cosinus x 2 cosinus kvadrat x plus cosinus 3x taqsim cosinus x plus 2 cosinus kvadrat x minus 1. Ayrilgan 1 qildimda, demak bunga mahraj berib yubordim. Ya'ni cosinus x plus 2 cosinus kvadrat x minus 1 mahraj berib yubordim. Cosinus x plus 2 cosinus kvadrat x cosinus 3x minus cosinus x minus 2 cosinus kvadrat x plus 1 bo'lib qoldi. Mahrajda bo'ladigan bo'lsa, cosinus x plus 2 cosinus kvadrat x minus 1 katta 0 bo'lib qoldi. Cosinus x cosinus x cosinus kvadrat 2x cosinus kvadrat 2x ketdi-da, cosinus 3x plus 1 taqsim, hop, cosinus, endi tartib bilan yozadigan bo'lsam, 2 cosinus kvadrat x plus cosinus x minus 1 katta 0 bo'lib qoldi. Yuqoridagi cosinus 3 alfani ochib oladigan bo'lsam, 4 cosinus kub x minus 3 cosinus x minus 1 taqsim,
Hop, 2 kosinus x plus kosinus x minus 1 katta noldan. Keling kosinus x ni birobar a deb belgilashga kiritaman. Bu yerdan sal yozishni boshladim. Demak 4a kub minus 3a plus minus 1 hop taqsim nima bo'lib qoldi? Minus 1 bo'lmaydi, endi plus 1 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Plus 1 edi. Plus 1. Demak, xo'sh, 2a ni kvadrati plus a minus 1 katta 0 bo'lib qoldi. Xo'p, ochadigan bo'lsam 4a kub minus hop a xo'sh 4a qilib bo'lmasam 4a minus hop plus a plus 1 bo'lsin. Mahrajda bo'ladigan bo'lsa 2a kvadrat plus 2a hop minus a minus 1 ko'rinishda bo'lsin. Hop, demak 4a ni olib chiqadigan bo'lsak a kvadrat minus b kvadrat bo'ladida. Nimalik kelib chiqadi? Hop, a minus 1 a plus 1 kelib chiqadi. Keyin bu yoqda nima bo'ladi? A plus 1 bo'ladi. Demak, mahrajda bo'ladigan bo'lsa 2 ni olib chiqadigan bo'lsak a plus 1, bu yoqda minus olib chiqadigan bo'lsak a plus 1 katta 0 dan bo'lib qoldi. Xo'p, yana soddalashtiradigan bo'lsak, demak a plus 1 dan olib chiqadigan bo'lsam, xo'p, nima bo'lib qoldi? 4a kvadrat minus 4a plus 1 taqsim. Xo'p, a plus 1 dan olib chiqadigan bo'lsam 2a minus 1 katta 0 bo'lib qoldi. Bu bilan qisqarib ketdi. Yuqoridagi ifoda demak 2a minus 1 ni kvadrati taqsim 2a minus 1 katta 0 bo'lib qoldi. Qisqartiramiz. 2a minus 1 2a minus 1 katta 0ligi va a katta 1 taqsim 2 degan javob kelib chiqdi. Xo'p, nima a edi bizada? Xo'p, kosinus x imiz. Demak, kosinus x imiz nima bo'ldi? Katta bo'ldi 1 taqsim 2 dan. Xo'p, demak uni chizadigan bo'lsak, xo'p 1 taqsim 2 mana chizish yechim tartibi qanaqa bo'ladi? Masalan, 1 taqsim 2 nuqta shu yerda bo'lsa, demak 1 taqsim 2 dan katta. Mana bu qism kerak bo'ladi. Ya'ni minus pi taqsim 3 dan pi taqsim 3 gacha bo'ladi. Va javobimiz xo'p minus pi taqsim 3 qo'shilgan 2 pikadan xo'p pi taqsim 3 qo'shilgan 2 pikagacha bo'ladi. Xo'p, demak bu javobimiz qaysi javobga to'g'ri kelyapti? Bu javobimiz a javobiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni pi taqsim 3 ni olib chiqqan ikkala javobdan. Demak bundan kelib chiqadiki, javobimiz nima bo'ldi? A javobiga to'g'ri keldi. Javob A javob bo'ldi. Xo'p, 3-chi misolimizda aytyaptiki, demak sinus x kichik bo'lsin 1 qo'shilgan x kvadrat ifodadan. Endi qarang, bu tartibdagi misolni qanday ishlashimiz kerak? Masalan, oddiygina sinus x ning qiymatlar sohasi bu nima bo'ladi bizda? -1 dan 1 gacha bo'ladi. Lekin 1 qo'shilgan x kvadrat funksiyaning qiymatlar sohasi bu 1 dan plus x gacha bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, bundan umumiy holatda kelib chiqadiki, demak sinus x imiz har doim nima bo'lar ekan? Kichik bo'lar ekan 1 qo'shilgan x kvadrat taqsim 2 dan doimo. Demak bundan kelib chiqadiki, javobimiz minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Va bu javob Y javobiga to'g'ri kelar ekan. 4-chi misolimizda aytyaptiki, demak kosinus kvadrat x plus 1 ko'paytirilgan LG 9 minus 2x minus x kvadrat katta yoki teng tengsizlikni yeching debdi. Ustoz biz nima qilamiz? Buni shunchaki qisqartirib yuboramiz. Chunki sababi nimaga? Kosinus kvadrat x plus 1 doimo nima? Katta x teng 0 dan. Har doim 0 dan katta x teng bo'lgancha qisqartirib yuboramiz. Va bizda LG 9 minus 2x minus x kvadrat katta x teng 0 degan javob kelib chiqdi. Demak 9 minus x kvadrat 2x minus x ni kvadrati katta yoki teng 1 danlik kelib chiqdi. Minus x kvadrat minus 2x plus 8 katta x teng 0. Minus berib yuborsak x kvadrat plus 2x minus 4 ya'ni 8 kichik yoki teng 0 ekanligi kelib chiqdi. Ya'ni x plus 4 bilan x minus 2 bo'lgan ko'paytuvchiga ajraldi. Va buni chizadigan bo'lsak, mana bu yerda 2 nuqtamiz bor. Bu yerda bo'lsa minus 4 nuqtamiz bor. Plus minus plus va bizga manfiy oraliqlar kerak bo'lganligi uchun demak javobimiz minus 4 dan 2 gacha degan oraliq kelib chiqdi.
Xo'sh, endi mana bu aniqlanish soha oladigan bo'lsangiz ham 9 minus 2x minus x kvadrat katta nol deb oladigan bo'lsak ham, ho'p, nima bo'ldi? Bitta minus berib yuborsak, x kvadrat plus 2x plus ya'ni minus 9 kichik nollik kelib chiqdi diskriminant. Xo'p, 4 minus 4 kere 1 kere minus 9 va ildiz 40 degan javob kelib chiqdi. X birimiz topadigan bo'lsak, minus 2 qo'shilgan ildiz 40 taqsim 2. Xo'p, necha bo'ladi? 40 dan 6 butunli son chiqsa, minus 4 4 butunli son, qanaqadir 2 butun a son chiqar ekan. X2 ni topadigan bo'lsak, minus 2 minus ildiz 40 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir minus 4 butun b degan son kelib chiqar ekan. Demak, chizadigan bo'lsak, aniqlanish sohamiz qandaydir minus 4 butun b sondan 2 butun a songacha bo'lgan oraliq kelib chiqadi. Laylikka qo'yadigan bo'lsak, plus minus plus va bizga manfiy oraliq kerak bo'ladi va javobimiz 2 dan 4 gacha bo'ladi. Javob 2 dan 4 gacha bo'ladi ekan. Xo'p, bu demak testimiz yozishda xatolik ketib qolgan. 5-misolda aytyaptiki, demak x kvadrat minus 4x arq kosinus x kvadrat minus 4x plus 5 kichik yoki tengsizlikni yeching debdi. Xo'p, endi keling birinchisi biz nima qilamiz? Arq kosinus x ning aniqlanish sohasini olib ko'ramiz. Ya'ni bu tipdagi misollar nostandart misollar. O'shaning uchun birinchi aniqlanish sohani olamiz. X kvadrat minus 4x plus 5 ifoda kichik yoki teng bo'lishi kerak 1 dan, kattaga teng bo'lishi kerak minus 1 dan. Birinchi xil holatda x kvadrat minus 4x plus 5 katta yoki teng minus 1 bo'lishi kerak. Ikkinchi xil holatda x kvadrat minus 4x plus 5 kichik yoki teng 1 bo'lishi kerak. X kvadrat minus 4x plus 6 katta x teng 0. Diskriminant qiladigan bo'lsak, 16 minus 24 bo'lib minus 8 degan javob kelib chiqadi. Diskriminant manfiy degani kvadrat uchqat doimo musbat degani. Bundan kelib chiqadiki, x tegishli r degan javob kelib chiqadi. Xo'p, x kvadrat minus 4x plus 4 kichik yoki teng 0 dan x minus 2 ni kvadrati kichik yoki teng 0 bo'ladi. Kvadrat hech qachon 0 dan kichik bo'lmaganligi uchun faqat x minus 2 teng 0 shart qanoatlantiradi va x teng 2 degan javob kelib chiqdi. Demak, ximiz 2 bo'lishi mumkin ekan. Qani endi o'sha 2 ni nima qilamiz? Qo'yib ko'ramiz. Qani to'g'ri keladimi, yo'qmi? 2 ni kvadrati minus 4 kere 2 kere arq kosinus 4 minus 8 minus 4 plus 1. Demak, arq kosinus 1 bo'lib qoldi. Kosinus qachon 1 ga teng desangiz, 0 da 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, 4 minus 0 kichik 0 dan, ya'ni 4 kichkina 0 dan. Yo'q, bu qanoatlantirmaydi. Bo'sh to'plam. Demak, 2 javob 4 0 dan kichik bo'lmaganligi uchun, demak 2 javobim noto'g'ri bo'ladi-da. Demak, bu tenglama nima bo'lar ekan? Yechimga ega emas bo'lar ekan. Agar sizga biz olib borayotgan kontentlar, ya'ni foydali bo'layotgan bo'lsa, berilayotgan ma'lumotlar, demak bizni ma'lumotlarimizni o'z matematik tanish ustozlaringizga jo'natib qo'ying. Ular ham biz berayotgan foydali ma'lumotlardan unumli foydalanishsin va ular o'z natijalariga erishish uchun bizni foydamiz tegsa, biz juda ham xursand bo'lamiz.